Chaqaloq sariqligi kamaymayapti. Qachongacha kutish mumkin? Chaqaloqlarda o'zi sariqlik 14 kungacha normal hisoblanadi. Undan keyin esa cho'zilgan patologik sariqlik hisoblanadi. Birinchi o'rinda chaqaloqlar sarg'ayishi qachondan boshlanganligiga ahamiyat qaratish kerak. Agar birinchi-ikkinchi kuni boshlanadigan bo'lsa va sariqlik birdaniga ko'payadigan bo'lsa, bu xavfli sariqlik hisoblanadi. Agar chaqalog'ingizda sariqlik 3-kundan boshlab ko'paygan bo'lsa, bu normal fiziologik holat hisoblanadi va 14 kungacha normal holat. Agar chaqalog'ingiz sariqligi ko'payib ketayotgan bo'lsa, yaxshi emmayotgan bo'lsa, ko'p uxlayotgan bo'lsa, vazn olmayotgan bo'lsa yoki emish reflekslari, yutish reflekslari kamayib ketayotgan bo'lsa, unda siz xavotirlanishingiz kerak. Ya'ni bunday holatda zudlik bilan pediatringizga murojaat qiling. Davomini etishimdan oldin menga obuna bo'lishni unutmang. Siydik va najasning rangini o'zgarishiga, siydikning ko'pmi, kamligiga ko'proq ahamiyat qaratishingiz kerak. Muddatida tug'ilgan chaqaloqlarning sariqligining ketishi 14 kungacha, chala tug'ilgan chaqaloqlarning sariqligi 21 kungacha ketish normal hisoblanadi. Sariqlikning ko'payib ketishi, ya'ni bilirubinning oshib ketish natijasida miyaga yoki ichaklarga ta'sir qilib, asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni bilirubinning ko'payib ketganligi sababli bu farzandingizda shunday ko'p uxlashi, yaxshi emmasligi, reflekslarning susayib ketish holatlari yuzaga keladi. Shuning uchun o'zingiz samolecheniya uyda qilmasdan, albatta pediatringizga murojaat qiling. To'g'ri, samarali lecheniya qilishingizni maslahat beraman. Bundan ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.